Salom, bu Frozen judayam aqlli, judayam kuchli va xafa. Xo'sh, nega xafa? Xullas bir kuni ikkinchi poy nasib qani meni? Men uchrashuvga kech qolyapman-ku. Soat necha bo'ldi o'zi? What? Banam po'slog'imi? Bilam. Biroz suv ichib olay. Maza. Pam param 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 ba 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 ba. Men bu tugma nima? Salom, yaxshimisiz? Mana bu gul sizga ko'chadan topib olgandim. Yo'q, do'kondan sotib olgandim. What? Bu qanaqa ovoz? Yo! Va men chuqur depressiyaga tushdim. Iltimos, mening kanalimni ham reklama qilib bering. White publikdan chopilgan video. Hammasi yolg'on. Horror mod tanishtirib chiqing. Okey, shu videoning ikkinchi qismini oling. Okey. Ansh sassiq ko'rpaning ichidan turdani o'rningdan hozirroq turib harakatga keç. Shu videoning ikkinchi qismini olaymi? Nima deysiz, bro? Bugun biz Minecraftda mavjud bo'lmagan hayvonlarni ko'rib chiqamiz va agar ular Minecraftda bo'lganida Minecraft qanday bo'lardi? Shu haqida o'zimning shaxsiy fikrlarimni bildirib o'taman. Akula. Agar Minecraftga akula qo'shilganda o'yin yana ham o'zgarardi. Ya'ni siz suvdan shunchaki suzib o'ta olmasdingiz. Akulalar haqiqiy hayotda ham odamga nisbatan juda ham agressiv. Umuman olganda ular go'shtxo'r bo'lgani uchun istalgan hayvonga nisbatan agressiv. Shuningdek, o'yinda ham bu bo'lishi aniq edi. Minecraftga qaytadigan bo'lsak, agar Minecraftga akula qo'shilganda suv havzalarida yangi boss paydo bo'lardi. Ular nafaqat oddiy o'yinchiga, balki suv ostidagi ba'zi bir hayvonlarga, ya'ni delfin, toshbaqa va shunga o'xshagan hayvonlarga hujum qilishi aniq edi. Va ular bilan taomlanish ham. Tasavvur qiling, siz akulani o'ldirdingiz va sizga tez suzish effekti berildi. Bu ajoyib, to'g'rimi? Kommentariyada fikrlarni yozib qoldiringlar. O'yinga akula qo'shilganda o'yin qanday bo'lardi? Albatta hammasini o'qib javob qaytarishga harakat qilaman. O'zinglar kommentariyada so'raganinglardek filda bu hayvon ham Minecraftga qo'shilmagan va savanna uchun juda ham mos hayvon. Agar u Minecraftga qo'shilganida, menimcha juda ham joni ko'p bo'lardi, xuddi golemnikdek. Agar Minecraft filni o'yinga qo'shadigan bo'lsa, biz bunga umuman qarshi bo'lmaymiz. Chunki bu mavjudot bizga zarar yetkazmaydi. Foydali ham emas, zararli ham emas. Agar unga tegsangiz, u o'zini oilasini himoya qilish uchun sizni o'ldiradi. Mojang uchun yana bitta zo'r ideya. Hozirgi yangilanishdagi Happy Gasni hammangiz bilsangiz kerak va uni ustiga o'tirib bo'ladi. Agarda Minecraft o'yinga qachonlardir filni qo'shib qoladigan bo'lsa, xuddi Happy Gasnikiga o'xshab ustiga o'tiradigan qilib qo'yishsa, juda ham ajoyib bo'lardi. Xuddi mana shu videodagidek. Bolalar, sizlarga Brand Product Telegram kanalini tavsiya beraman, chunki u yerda sizlarga kerakli turli xil aksessuarlar va hattoki uy jihozlari ham mavjud. Hozirroq kommentdagi silka orqali kanalga o'ting va albatta obuna bo'ling. Sizga yoqqan istalgan buyumni zakaz qiling. Ravshan bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Kapalaklar. To'g'ri, bu hayvon emas, lekin kapalaklarni ham qo'shib o'tishimiz kerak. Chunki Minecraftda gullar va o'simliklar mavjud va bu kapalaklarga juda ham yarashib turadi. Va asosiy sabablardan biri Minecraft auditoriyasini faqat o'g'il bolalar emas, balki qiz bolalar ham o'ynaydi. Agarda Minecraft o'yinga kapalakni qo'shadigan bo'lsa, bu ko'pchilik qiz bola o'yinchilarga yoqardi. Tabiiyki bu bolalarga yoqmaydi, lekin baribir bu qizlarga yoqardi. Va kuzatuvchilarimiz orasida qiz bola auditoriyalar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qolishingizni so'rardim. Agar o'yinga kapalakni qo'shganda sizlarning fikringiz qanday bo'lardi va bolalar ham sizlar ham yozib qoldirishinglar mumkin. Bu hasharotchalarimiz bizga hech qanday foydasi ham ziyoni ham tegmaydi. U shunchaki Minecraftni realroq va yana ham chiroyliroq qilishga bir bezak sifatida qaralardi. Lekin Minecraft har bir mobni yoki har bir blokni o'z maqsadi, o'z vazifasi bilan qo'shadi. Shunday ekan, kapalak bilan bog'liq qandaydir missiyalar yoki vazifalar bo'lishi aniq edi.
Hasharotlar mavzusidan chetlashmagan holda chumollarni ham gapirib o'tishim kerak. Chunki real hayotda chumoli va asalari eng mehnatkash hasharot sifatida qaraladi. Minecraftga esa asalari qo'shilgan, lekin chumoli esa qo'shilmagan. Xo'sh, agar Minecraftga chumol qo'shilganda o'yin qanday bo'lardi? Birinchi o'rinda sizning oziq-ovqatingiz, nonlaringiz va tortingiz uchun bitta tekinxo'r mob paydo bo'ladi. Ikkinchi o'rinda esa agar ular och qolishadigan bo'lsa, istalgan mobga guruh bo'lib hujum qilishi mumkin, hattoki o'yinchiga ham. Va siz tasavvur qiling, siz ko'mir qidirish maqsadida yerning tagiga qarab shaxtaga o'xshatib qozib ketyapsiz va birdan chumollar uyasiga duch keldingiz va bilmasdan chumol uyasini buzib yubordingiz. Endi sizning ustingizga 100 dan ziyod chumollar o'rmalashib sizni chaqib o'ldirishga harakat qilishadi. Oxirgi xulosa shuki, agar Minecraftga o'yiniga chumol qo'shiladigan bo'lsa, o'yinda yangi o'g'rilar paydo bo'ladi. O'yinga o'z-o'zidan action qo'shiladi va albatta o'yin yana bir bor reallikka yaqinlashaveradi. Va yana bir gap, xuddi asalarilarga o'xshab chumollarning o'z malikasi bo'ladi, ya'ni katta chumoli. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki biz bu videodan keyin 14 ming obunachiga yetishimiz kerak va ushbu videoga ham 500 dan ortiq like to'plab tashlaysiz degan umiddaman. Shu yergacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.